Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Moshina Nurchi. Bugungi videoda Dester do'stimiz bilan ajoyib challenge olamiz. Challenge qanaqa bo'lishini video davomida shuni bo'lasizlar. Bugungi video juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Ko'p so'z o'tirmasdan biz boshlaymiz. Misol uchun men o'ylanib bitta blokni oldim va u blokni men mana bu yerga qo'yib, bu yerga yashirib qo'yaman va do'stimiz menga savol berib, uni topish kerak bo'ladi. Xullas, ko'p so'z o'tirmasdan biz o'yinimizni boshlaymiz, okey? Sen o'zingni bazangga bor, men o'zimni bazamga boraman. Hop, bu blokni o'rniga boshqa blok qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bolalar, idealni cho'tkisi keldi, mana blokni qaranglar. Короче, вообще cho'tki blok. Qaramay. Garang bo'lsa nimaga qarading? Endi ko'rgansan, aldayapsan. Endi boshqa. Baba endi boshqa blok qo'yishga majbur bo'ldim. Mayli, ko'rdinglar, mana bu blokni qo'ydik. Bu blokni endi menimcha umuman topa olmaydi. Sen qildingmi? Endi bu blogini topish kerak. Seni bloging shaxtada uchraydimi? Seni bloging oqmi? Oq. Qizil bilan oq. Seni blogingda qizil va oq ranglar bor, to'g'rimi? Qizil va oq ranglar. Seni bloging Nether olamida uchraydimi? Hop, qizil va oq. Hozir men Netherda uchraydigan barcha qizil va oq bloklarni qo'yib chiqaman. Xullas, uncha ko'p so'z o'tirmadim. Mana bu ikkita qizil va oq bloklar. Mana unda oq yo'q-ku. Bittasi seni bloging. Men bilaman, shuni sezyapman chunki biz mana shu rubrikani 3-marta videoga olyapmiz. Birinchisida ovoz yo'q bo'lib qoldi, ikkinchisida video o'chib ketdi va nihoyat mana shu videoni 3-marta olyapmiz. Hop, seni blog mana unda oq rang yo'q. Demak, seni bloging mana shu blok edi, to'g'rimi? Va seni bloging demak men birinchi raundda 1 ball qo'lga kiritdim. Endi sen ham meni blogimni topding, birinchi raundda sen ham ball kiritasan. Narvondan ham to'g'ri chiqa olmaysan, oyog'i qiyshiq. Xullas, sen ham meni blogimni topish uchun savol ber. Qayerga ketyapsan? Birinchi savol. Hop. Uni chopib bo'ladimi? Qanaqa ma'noda? Bolta. Bolta bilan sindirib bo'ladimi? Sindirsa bo'ladi va tezroq sinadi ham. Xo'p. Uni sindirib ovqat qilib bo'ladimi? Uni sindirib ovqat qilib bo'ladimi? Uni sindirib ovqat qilib bo'ladimi? To'g'rig'ini aytsam, uni ovqat qilib bo'lmaydi. To'g'rig'i o'zi shunaqa desa ham bo'laveradi. Hop, va seni qanday? Chivo, qanday? Sen meni qo'limda ko'rib qolgansan, a? Yo'q. Sen meni qo'limda ko'rib qolgansan. Qanday ko'raman? Sen topding, sen taruz edi. Sen qanaqa sen taruzligini topding, a? Qanaqasiga chivo? Kak? Mayli, bu qanaqasigadir chetli yo'llar bilan o'ziga qaratib olib ko'rgan. Bu xitr bola, bunga ishonmanglar. Va men o'z blogimni mana bu yerga qo'yaman va sekingina bitib qo'yaman. Endi u aniq shubha uyg'otmaydi. Qildingmi o'sha blokni? Yo'q. Qil, tezroq bo'l. Kutib turibman mana bu yerda 2 yil. Hop, endi Desterni anaqasini blogini topish kerak. Hop, seni bloging oddiy olamda uchraydimi? Oddiy olamda uchraydimi seni bloging? Seni blogingda qora rang bormi? Qora pikselchalar ham yo'qmi? Men nima yo'q deyapsan? Qora rang borsa, o'sha piksel rang o'sha-yu rang bor-ku, zabto, to'g'rimi? Seni blogingda turgan joyda qanaqadir aloqalar bir balolar qilsa bo'ladimi? Hamma? Demak, bizda aloqalar, ya'ni turgan joyda nimadir qiladigan bloklarni oldinga qo'yib olishim kerak. Va bizda turgan joyda nimadir qiladigan bloklar mana bu blok, bu, ili mana bu. Ashularda bittasi seniki. Topish kerak. Bunda turgan joyda aloqa qilsa bo'ladi. Bunda ham narsa istasa bo'ladi. Bunda muzika chalsa bo'ladi. Bunda narsalar sehrlasa bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday narsa qilsa bo'ladi. Qaysi biridir seniki. Topish kerak. Hop, seni bloging to'liq blokmi? To'liq. Hop, mana bu ikkalasini olib tashlaymiz. Va shu ikkitasi qoldi o'zi. Qaysi biridir seniki? Men sezyapman. Seni bloging
Seni blogingda qora pikselchalar bor chekkasida, mana unda ham qora pikselchalar bordi. Xo'p. Seni blogingda narsa yasaladimi? Birov demak, versiyada narsa yasaladi. Seni bloging bu note blog edi, to'g'rimi? To'g'rimi? Va ajoyib bola, bellissimo короче. Ikkinchi raundda men bitta ballni qo'lga kiritdim. Hozircha hisob 2-1. Endi sen ham meni blogimni topishga harakat qilib ko'r. Xo'p, endi menga savollaringni ber. Birinchi savol, u bolta sindiriladimi? Boltada sindiriladimi? Mening blogim вообще boltada sindirilmaydi. O'sha narsa kitob kerakmi? Qanday kitob kerak? Zachirowski. Yo'q, albatta. U sehrlanadimi? Mani narsammi? Yo'q, sehrlanmaydi. Narsaga bo'ladimi? Albatta. Kelkadami? Albatta uni kirkada sindirish kerak. Bo'lmasa tushmaydi. Oxirgi savolim. Anaqami, nima blogimi? Diamond blog, ha? Afsuski sen juda ham yaqin kelding. Lekin bu olmos blog emas, olmos rutasi edi, topolmading. Afsuski sen juda ham yaqin keldi bola. Olmos blog dedi, lekin rutasi demadi-da bolalar bechara. Xullas, hozircha o'zlar ko'rib turganlaridek 2-1 bo'lib qoldi va hozir 3-raundmidi? Xullas, короче, hisob baribir men yutdim. Xullas, короче, endi bu meni naказанием bajarish kerak bo'ladi. Kelinglar, men unga ham rahm qilgan holda, emas. video juda ham qisqa bo'lib qolgani uchun keyingi raundni ham qilamiz. O'zing bazinga bor. Men esa blok yashiraman. Ya'ni 4-raundmi, 3-raundmi esimda ham yo'q, ketdik, короче. Yo'q. Oh my god, blokni umrida topa olmaydi. Biz esa Krisa qarayapti. 5, 6, 7, 8. Okey. Seni blogingda qanaqa ranglar bor? Yashil, yana bitta yashil. Oq. Yashil, qora bor yana. Xo'p, qara. Menga podkastga bir o'sha blokni invertaringda ko'rsat haligidaqa qilib. Tushunarli. Seni blogingda jigarrang rang bormi? No. Uni blogida jigarrang rang bo'lmasa, u menga hozir mana bunaqa bloklarni ko'rsatdi-da. Men ko'rishga uspet qilganim. Bu men ko'rishga uspet qilgan bloklarim mana bular. Shulardan bittasi seniki. Men seni blogingda jigarrang rang bormi dedim, u yo'q dedi. Seni bloging misol uchun qumga o'xshab mana bunday qilsak pastga tushib ketadimi? Demak, qumni olib tashlaymizda bitta barg qoladi. Seni bloging barg edi. Sen alding. Mendan bir barg qo'shiladi, chunki bunda yashil rang yo'q, qora ham yo'q. Sen alding meni. Qani yashil rang bitta topib ber. Yashil rang bitta topib ber menga. Yashil rang qani? Ashuni ma'qul. Xo'p, nimaga menga yashil rang bor deding? Men ashuni bilmasdim. Garang biz. Xullas menda bir bar, chunki men uni blogini boshida shunaqa qo'ygan ekan. Xullas menga bir bar qo'shiladi, chunki u meni aldadi. Unga naказанием shundan iboratki, mana bu suvli chelakni. Sen kreativdan olmading suvli chelakni? Xo'p. Qani sizga suv Mana suvli paxir. qani tashlayman suvda. Qara, suvni tashlaysan, sira sakraysan, orqasiga olib sira water drop qilasan. Bo'l. Tashlaysan, sira sakrashing kerak bo'ladi. Tashlamading-ku garang. Nima? Tashlagandan keyin sira pastga kelamanda ovozga uspet qilmas ekansan, lekin to'g'rirog'i. Senga ajoyib naказание tayyorlab qo'ydim. Sen to'rtga tushasan, sandiqdagi suvni olasan, keyin water drop qilasan. Omad senga, davay bos. Bos. Sandiq. Ashdan turib olasan sandiqni. Olasan yoki sandiqni oldiga tushishga harakat qilgin. Hop, suvni ol. Aha, oldi suvni. Malades. Va suvni olib water drop qilishing kerak. Water drop.
ikkinchi urinish va bu va nihoyat u yoqqa slime blokka tushish kerak bo'ladi. Xo'p. Sen yana o'tding, ikkita slime blokdan bittasiga tushishing kerak bo'ladi. Senga maslahatim sandiq blokni ustiga chiqib olib, keyin sakrasang ancha osonroq bo'lardi deb o'ylayman bola. Sandiq ustiga tura olmaysanmi? Tez slime blokka sakrashga harakat qilaman. Oson ekan. Mana bemalol sakrav. Nima? Tepadan tushib Creeper qatdan paydo bo'lib qoldi. Xullas bu nakazaniyani bajara olmadi, demak yutqizdi degani. Va uning oxirgi urinishi agar qilsa qildi, qilmasa qilmadi. Men bu yoqqa mana senga haqiqiy omad karochi. Qara mana. U qildi bola, qildi. Slime'ga tushganim yo'q. Xullas buni omadi keldi va 3-urinishda nakazaniyani qila oldi. Malades. Xullas bu challenge sizlarga yoqdi degan umiddaman. Barchaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha